CD pufagi ham kengayib, CD mana 3 soatdan ortiq qoldimi tanangizda, 3-4 soatdan, uzog'i 4 soatdan ortiq CD to'planib qoldi. CD ni bilasiz, bakteriya infeksiyalarni tashqariga olib chiqib ketadi. Suvni organizmga singdirib, keraksiz moddalarni tanadan itarib haydab chiqaradi. Endi chiqib ketish kerak bo'lgan axlat CD pufagida qoldi. CD pufagida 3-4 soat to'planib qoldi. Endi bu xohlasa xohlamasa o'zini tonusini yo'qotadi. Chunki u uchun pufak juda ham nozik pufak, o'zining nomi bilan pufagimizda uzoq ko'tarib yurish funksiyasi mavjud emas. Ya'ni u cho'zilishni boshlaydi. Ham gormonal buzilish sabab kuchsiz, u juda ham kuchsizlanib ketgan. Shu sababdan bo'shashib qolgan. Va CD uzoq muddat qolgandan keyin u albatta o'zi bo'shashib turgan joy yana ham bo'shashib o'zini tashashni boshlaydi. Qayerga tashlaydi? Joy yo'q. Qin devoriga tashlaydi. O'zini qin devoriga suyadi va qin devori qachon mustahkam devor singari tarang holatda turgan bo'lsa, uni ushlab turadi. Mahkam ushlab itarib turadi. Endi qin devorimizga ham yordam kerak, chunki gormonlarimiz o'ynayapti-yu. Gormonal buzilish sabab albatta qin devorimizga ham o'z ta'sirini o'tkazadi va qin devorimizda ham kuchli o'zgarishlar bo'lib, bo'shashish paydo bo'ladi. Bu bo'shashgandan keyin uni ko'tarib tura olmaydi-da va ikkalasi birdaniga tushishni boshlaydi. Sizni